Bugun metalim yig'ib kuniga nech pul topaman? Ikkinchi kun. Nech pul topishim qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Ertalabdan katabimdan duoda olib, ko'chaga ham chiqib oldim. Mashinamni yengil mo'yka qilib, Paxtaboddan Naymanga qarab yo'l oldim. 1 soat aylanib 70 kilo temir oldim. Shu bo'yi juma paytigacha temir chiqmadi. Juma namozini o'qib, yana temir olishda davom etdim. Bitta nuroniy onaxon to'xtatib, hozir duo qilib turgandim. Sizni Xudo yetkizdi. To'plab qo'ygan temirlarim bor. Pul juda kerak dedi. Temirlarini yaxshi narxda oldim. Siz meni hojiga olib borgandek bo'ldingiz deb qo'yiq duo qilib berdi. Shundan keyin ishlarim yurishib ketdi. Temirlarimni bayladimda shaharga qarab yo'l oldim. Shu yergacha videoni ko'rgan bo'lsangiz, menga obuna bo'lib qo'ying. Bu hafta 2000 ta bo'lishim kerak. Va nihoyat temirlarimni sotib, Paxtabodga 6 da kelib oldim. Bugun 300 ming so'm pul topdim. Ertaga qayerga boray? Kommentariyada yozib qoldiring.